u yolg'iz o'zi uni, sheriki yo'q. Lahul mulk, butun dunyoning mulki uning o'zigagina xos. Va lahul hamd, barcha maqtovlar faqat u zotning o'ziga. U tiriltiradi, u o'ldiradi. U har bir narsaga qodirdir. Mana ma'nosi. Mana ma'nosi. Ya'ni Allohni ulug'lash. U zotga hamd. U zotning barkamol sifatlari insonning qalbida o'sha bomdodni o'qib, namozda o'tirgan bo'lsa qanday o'tirib oyog'ini yozmasdan, boshqa gapni gapirmasdan, shuni 10 marta ixlos bilan aytib qo'ysa, qancha mukofot? 10 ta hasanat, 10 ta gunoh kechiriladi. 10 ta hasanat yoziladi. Martabasi 10 marta darajasi ko'tariladi. Kun bo'yi u Allohning himoyasida bo'ladi. Hech narsa ta'sir qilmaydi unga. Agar o'zi shirk keltirmagan bo'lsa, gunoh ham ilashmaydi unga. Qarang, qanchalik buyuk narsa. Ana mana shu narsani hammamiz bilamiz. Hozir men o'qidim, hamma menga qo'shilib aytayapti. Yodlab bo'lganmiz. Faqat shuni joyini bilib, sevimli payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytgandek qilib, ixlosni o'rniga qo'ysak bo'ldi. Ana mashoyixlarimizning xizmati shu. Ruhiy tarbiya ustozlarining xizmatlari shu. Shuni o'rgatib, ana shu zikrlarni qilayotganda inson qalbini qanday tutadi, ixlosning darajasi qanday bo'ladi, hammasini tarbiya berishgan. Ana mana shu narsani biz doim nima qilaylik? Qilishga o'rganaylik. Kechqurun ham shu. Shu zikrni xuddi shundoq qilib shomdan keyin aytsa, kechqurgandan tong otguncha Allohning himoyasida bo'ladi. Unga gunoh ilashmaydi, modomiki o'zi shirk keltirmasa. Ana hamma narsa shu. Shuning uchun mana shu narsani mahkam tutganlar bemalol. Alhamdulillah. Ana o falon narsa ko'zimga ko'rinyapti, narsalarning ovozi eshitilyapti, falonchining oldiga borsam ichimga jin kirib olibdi deganlar shuni qilmagan. E'tiqodlari sust. Nima